Uylansang uylan, yoshing 30 ga qarab ketyapti. Mahalla-ko'y o'rtoqlarim ham gapirib boryapti. O'g'lingning kasali bormi deb. Bugunoq hal qil. Tortaverma o'z bolasan. Dada baqiravermang dada. Bugunoq hal qil o'lim bo'lsang. Bo'pti. Yo'qol. Bitta yigit kelib, meni deb o'psa, rashk qilasizmi? Voy, sizga boya aytdim-ku, men ustachilik qilaman. Malyar kraska hali rashk qilishni o'rganganim yo'q. O'la, enangni erini o'rganganman. Shunaqa bo'sh bo'laman bola. Sen tug'ilganingda xalqqa osh beribman. Shu'lami, mastami, lag'manni berib qo'ymabman, sal arzonroq chiqadi. Dada, ayol kishi nozik qalb bo'ladi, o'g'lim. Bunday kelasanda qo'lida ushlab, yaxshi qiz, qalaysiz, bir nozikroq joylarda alohida ko'ylingizga qo'l sossam bo'lmaydimi, deysan? Mana erkak. dada. Nima dada? Hech qaysi qizni eplolmayapsan, ko'ndirolmayapsan. Dadang ko'ndiratdi. Hamma ishni lalaki o'qib qo'yding. Yur, haram oldim. Sen bilan 1000 marta kichkina rol o'ynagandan ko'ra, dadang bilan bir marta bosh rol o'ynasam bo'lar ekan.